u sizga uylanish taklifini beradimi, oila qurish taklifini beradimi? Kelinglar shu mavzuga ko'ramiz. Demak, misol uchun yaqinda tanishganlar bo'lishi mumkin, yaqinda munosabat boshlab, shans bermayman deb o'ylanib yurganlar bo'lishi mumkin. Demak, kelinglar shunga ko'ramiz. Yaqinda munosabat boshladingiz, ishonmayapsiz deylik, ya'niki sizga nikoh taklifi yoki uylanish taklifini beradimi, yo'qmi? Shu mavzuga demak ko'ramiz. Demak, mana kartalarni tashlab oldim. Bu yerda 4 ta variant qildim. 4 ta variantda demak 3 tadan karta tashladim. Ko'nglingizga yoqqanini tanlang. Bu yerda demak birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant, to'rtinchi variant. Demak, biz sekin ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi variantni tanlaganlar. Birinchi variantni tanlaganlar. Yo'q, bu yerda u inson afsuski uylanish taklifini bermaydi. Qanaqadir og'riqli bo'lmasin, uylanish taklifini bermaydi. Go'yoki qanaqadir bir to'siq bor bunaqa taklif berish uchun. Mana bu yerda o'zini ham ko'rishimiz mumkin. Devatka mechey kartasida mana yigitimiz qanday ahvolda o'tiribdi. Kuchi yo'q, hech qanaqa narsa xohlamayapti, xafa, mana shunaqa holatda. Bu kartamizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu kartamizda ham demak oxir zamon tasvirlangan. Bu kartamiz esa o'zingiz ko'rishingiz mumkin, nimani tasviri bor. Yo'q, u inson uylanish taklifini bermaydi. Xo'p, ikkinchi variantni tanlaganlarni ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi variantda bor lekin xom. Shunaqa desam to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda istagi bormi, tipa ko'ring, qani nima bo'lar ekan, qanday bo'lar ekan, mana shunaqa. O'yida o'ylagani bilan, lekin aniq bitta harakati yo'q. Bu yerda. Ko'pchilikda 30% da uylanish taklifini berish mumkin, 70% da bermaydi. Xo'p. Uchinchi variantni tanlaganlarda demak yuqori, xudo xohlasa uylanish taklifini berish bor. Faqat bu yerda qarang. Bu yerda eski munosabatlarini qo'yib yuborish kerak. O'sha eski munosabatlardan demak emotsionalni har taraflama demak qutilganida o'sha munosabatlaridan. Demak, bu yerda aniq o'sha qaror bilan uylanish taklifini bera oladi. Bu yerda istak bor, bu yerda harakat bor. Faqat eski munosabatlaridan qutilsagina sizga uylanish taklifini beradi bu yerda. Bor. Demak, 4-chi variantni tanlaganlar. 4-chi variantni tanlaganlar. Tabriklayman. 4-chi variantni tanlaganlarda uylanish taklifini beradi. Faqat bu yerda Ritsar Pentakl kartamiz tushyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, agar bu yerda kartamizda nima tasvirlangan? Mana demak, ritsarimiz o'tiribdilar, oyoqlari bog'langan, go'yoki mahbusdek o'tiribdi. Ko'ryapsizmi? Mana. Bu nima degani? Bu sekinlik demak. Ya'niki uni hozir qandaydir bir mana bu yerda quyosh kartasi tushyapti. Demak, mir kartasi tushyapti. Bu yerda istagi bor, bu yerda haqiqatan niyati bor. Lekin bu unda qanaqadir bir tashqi omillar bor. Unga go'yoki hozir buni taklifni berishga to'sqinlik qiladigan. Beradi, lekin siz o'ylagan muddatda emas. Bu chunki sekinlik anaqamiz, ritsarimiz hisoblanadi. Demak, bugungi mavzuimiz shu edi. Yana qaysi mavzularga ko'rishni xohlaysizlar, yozib qoldiringlar.